Dunyodagi eng uzun sochli ayollar qishlog'i. Bilasizmi? Xitoyning bir qishlog'i borki, ayollar sochi shunchalik uzun, ba'zilari o'zidan ham uzun. Bu ayollar sochini faqat daryo bo'yida yuvadi, chunki boshqa yerda sochini yozishga joy yetarli emas. Ularning orasida sochining o'rtacha uzunligi 1,5 metrdan oshadi. Eng uzuni esa deyarli 3 metrga yaqin. Shuning uchun ular dunyodagi eng uzun sochli ayollar qishlog'i sifatida Guinness rekordlariga kirgan. Sochlarining nafaqat uzunligi, balki qalinligi, yorug'ligi va qop-qora rangi ham hammani hayratda qoldiradi. Ularning sir sinoati esa juda oddiy, don suvi. Ular hech qachon kimyoviy shampunlar ishlatmaydi, balki avloddan avlodga o'tib kelayotgan qadimiy usulni qo'llashadi. Eng qizig'i, bu qishloqda ayollar hayotda faqat bir marta 18 yoshiga kirganda sochini oldiradi. Lekin kesilgan soch tashlab yuborilmaydi, balki qaytadan o'ziga qo'shib o'riladi. Endi savol, sizchi shunday uzun sochga ega bo'lishni istarmidingiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.